Aboy magazinimizda 18-dekabr 28-dekabr bo'lyapti. Ana shu yarmarkada aboylar sotib bersangiz, 10 million so'm oyligiga qo'shib beraman. Nechchi? 10 million so'm. Qanday sotish imkoniyati yo'q? Yo'q, klient olib kelib sotsangiz bo'ldi. Olasan. Kerak. O nimani olay, qo'ydik. Olasan. Kerak. Olasan. To'xtang qani, nimani olay? Aboy olishing kerak. O kerak emasmi aboy? Yomon bosh ekan undan. Hey! Nima qilyapsan? Taksi saqlayapman. Kerak ketyapsan. Uyimi? Yur bera. Bera kel. Aboy olasanmi? Yo'q. Nima olish? Olasan abi. Olasan. Yo'qsan olasan. Aka, uyimdagilarni ona yuborgandilar. Ha, bu olasan. Qilib turibsiz aka, nima klientlarni urib turibsiz? Bular qaytib kelmaydi-ku. Bu klientlarga mehr berish kerak, ko'nglini topish kerak, eng asosiysi erkalash kerak. Bu safar ham qaytib kelish kerak. Ha, erkak sotish kerak. Ha. Asalim mani, jonim mani. Yomon chiroyli bacha ekansiz, lekin aboy olasizmi o'zingiz o'xshaydi. Chiroyli aboylardan. Yo'q, aka, rahmat, kerak emas. 19 mingdan 139 minggacha. O'zi arzon, yarmarkada hozir. Dastlabki ham bor bizada. O'zbekiston Luboy viloyati. Turetskiy, ukrainskiy, rossiyskiy aboylarimiz bor. Hatto bo'la degan Telegram kanal bor. O'shanga ulanasizda, o'zingiz xohlagan, yo'qgan aboylar olib, dastlabki qildirsangiz bo'ladi. Bo'ldi, aka, rahmat. Asl qutqarmani jo'rchi. To'xta.